Jigulini sotib, Inamarka qatoriga adashib kirib qolishdi-da. Matiz qatorini ko'rib so'ramizmi? To'xtalaring, hozir bularni men o'zim boplayman. Kelinglar. Ko'ringlar mashinani. Mashina bizga yoqdi. Narxi nech pul ekan buni? Pulinglar naqd bo'lsa, sizga 25 ming. Boplayapti-yu. Qo'ymaydi o'zi bu. Bu mashinangizni yangisini narxi salonda 42 ming-ku, uni ustiga besprabeg deb yozib qo'yibsizlar. Yili ham yangi ekan. Nimaga bizga bu mashinaning narxini 25 ming deyapsiz, ekan? Erki, labzi bilan erki. 25 ming shtirsani xos nomingizga oformit qilib beraman. Ishqilib hozir notariusga borsiz, labzingizdan qaytib qolmaysizmi, ukam? Mashina purishli bitta gapiradi. Ketdimi notariusga? O'g'lim, zaklatni ber. Ukam, siz bilan mana shu mashina 25 mingga baraka. Aka, biz zaklat barakasini bersin. 1 soatdan keyin ancha ko'chadagi notariusni ko'rishamiz bo'lmasa. Bo'lmasa, 1 soatdan keyin o'sha notariusda ko'rishamiz. Ha aytgancha, pulni naqd qolasizlar. Prosta mashina qarzga sotmaymiz-da. Bo'ldi aka, naqd olamiz. Bo'lmasa 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Mayli. Xudo xolisa yaxshi mashina oldi edi. Yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Mazam haydaysiz. Endi chatoq bo'ldi bu yo'g'on. Hali notariusda nima gap, nima so'z. Bularning ahvolini notariusga borganda ko'ramiz.